Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Yana men Temur. Endilikda Arkola bozoridaman. Yangiobod bozorida ish boshladik aziz yurtdoshlar. Kimga motoblog, uyeliklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib so'rashingiz mumkin. Like va podpiskani bosib, har doimgidek aloqaga chiqishingiz mumkin. Hozir sizlarga bir qator tanishtirib chiqaman azizlar, nima tovarlarimiz borligini, yangi do'konimizga xush kelibsizlar. Mana azizlar, ko'rishingiz mumkin. Texam motoblogimiz har doimgidek legendarniy Texamiz. 170F original varianti mana. QR kodlari ham bor. 170 motor. 4 qator freza. 3 ga bo'linadi. Har bir qator bo'linadi. Bu yerda million to'g'ri. Bu ham hozirlik eng yaxshi motobloklardan biri hisoblanmoqda. Yaxshi chiqib, yaxshi ish beradigan motoblok. Mana arzonchi motobloklarimiz ham mavjud. Bularning ham sifati yaxshi. Faqat balonlari ixchamroq, kichikroq chiqazilgan texalarga qaraganda. Bu o'sha Vemani zavodi bilan bitta zavodda chiqadigan Fora, arzonroq varianti Fora motoblogimiz 170F benzinli varianti. Bu yerda mana 192 Zubur motobloklarimiz ham mavjud. Azizlar, ko'rishingiz mumkin. Motokamalar bor. Bu yerda yana Fora. Vema original 7 otkichili benzinli motoblogimiz. Bu yerda universal drabilka, bundan tashqari bizda hozir yengilliklarimiz, velliklar bor. Yosh bolalardan уже katta vzrosli bolalarga ham topsanglar bo'ladi har xilidan. Azizlar, mana ayollar uchun ham, qizlar uchun ham har xildan bor. Batafsil keyingi videolarimda kuzatib borsanglar, har birini alohida video obzor qilib beraman azizlar. Bu yerda mana motobloklarimiz pichoqlari, plugimiz bor, ariq oladigan alohida pichoqlar bor, mana benzopilalarimiz, suv nasoslarimiz. Bu yerda svarishni apparatlar, glubin nasos, poplogli nasoslar, cho'chqa nasosimiz bor mana. Har xilidan bor. Mana bu cho'chqa nasosga miya qo'ysanglar bo'ladi mana. Alohida miyalardan o'zi ham bor, avtomatika. Krayningni ochganinglarda ishlaydi, yopsanglar o'chadi. Mana shu narsani qo'ysanglar. Bu yerda benzinli 100 talik, 76 talik, 50 talik motopompalarimiz bor suv haydash uchun. Bu yerda yana poploglarimiz, glubin nasoslar. Undan tashqari bu yerda mana endi sklad, endi yaqinda kelib joylashdik. O'shaning uchun sal betartib bo'lishi mumkin. Noto'g'ri tushunmaysizlar, azizlar. O'tiradigan tremerlarimiz, suv nasos dori apparatlarimiz mavjud. Bu yerda tremerlarimizda yig'ilgan varianti ham bor, azizlar, ko'rishingiz mumkin mana. Har xil turidan bor. Baykal, Magnat, Texa hammasidan mavjud. Mana. Manzilimiz Yangiobod metrodan chiqqaningizda, to'g'riga yurganingizda Yangiobod bozorining oxirgi darvozasidan 50 metr o'tganda o'ng tarafda joylashgan azizlar. Oxirgi darvozasi deganimda Akfa sotadigan, eski yangi Akfa eshiromlar sotadigan bozordan o'tganingizda yo'l yuzida o'ng tarafda keladi bizning joyimiz. Undan tashqari bizga ekranlarga hozir nomerni qoldiraman. Kimga batafsil to'liqroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib so'rashingiz mumkin azizlar. Oldindan rahmat. Like va podpiska bosishni unutmang.